Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun iqtisodiyot nazariyasi fanidan milliy iqtisodiyot va uning makroiqtisodiy o'lchamlari mavzusida ma'ruza mashg'ulotlarimizni olib boramiz. Mavzuyimizni dastlab quyidagi rejalarga bo'lib olamiz. Dastlab milliy iqtisodiyotning qaror topishi va uning makroiqtisodiy ko'rsatkichlari, milliy hisoblar tizimi, uning maqsadi va vazifalari, yalpi milliy mahsulotning mazmuni, tarkibiy qismlari va harakat shakllari, yalpi ichki mahsulotni hisoblash usullari, rejalari asosida mavzuyimizni yoritib boramiz. Dastlab milliy iqtisodiyot tushunchasiga to'xtaladigan bo'lsak, milliy iqtisodiyot bu barcha tarmoqlar va sohalarni, mikro va makro darajadagi iqtisodiyotlarni, funksional iqtisodiyotni, ko'plab infratuzilmalarni o'z ichiga olgan yaxlit iqtisodiyotning tarkibiy qismi hisoblanadi. Mikro darajadagi va makro darajadagi iqtisodiyotni tahlil qilganimizda alohida olinadigan uning tarkibiy tuzilishlari bor. Bular makro darajada qaralganda milliy iqtisodiyotning tarkibiy tuzilishiga quyidagi asosiy munosabatlar kiradi. Birinchisi mavjud ishlab chiqarish resurslari, ikkinchi resurslarning iqtisodiy subyektlar o'rtasidagi taqsimot hajmi, ishlab chiqarish hajmlari va milliy mahsulotning tarkibiy qismlari ko'rinishida ajratib olamiz. Milliy iqtisodiyotning tarkibiy tuzilishiga to'xtaladigan bo'lsak, iqtisodiy jihatdan nisbatan mustaqil bo'g'inlar, ya'ni korxonalar, uy xo'jaliklari hamda davlat, ya'ni ko'plab xo'jalik yurituvchi birliklari bilan birgalikda davlatni birgalikda faoliyat yuritishi, ya'ni o'zaro munosabatlarga, iqtisodiy aloqalarga kirishishiga biz milliy iqtisodiyotning demak, mustaqil bo'g'inlarini o'zaro xatti-harakatlari deb ataymiz. Milliy iqtisodiyot tarkibiy tuzilishining shakllanishida quyidagi omillar ta'sir ko'rsatishi mumkin. Birinchisi mavjud bozor konjunkturasi, bozorlar sig'imi va monopollashuv darajasi. Ikkinchisi mamlakatning xalqaro mehnat taqsimotidagi ishtiroki, ishlab chiqaruvchi kuchlarning rivojlanganlik darajasi, fan texnika taraqqiyotining miqyosi, tavsifi, rivojlanish sur'atlari, ishlab chiqarish resurslarining sifati, hududlarining yer maydonlari va infratuzilma obyektlari bilan ta'minlanganligi hamda ekologiya holati bu milliy iqtisodiyotning tarkibiy tuzilishining ta'sir qiluvchi omillari hisoblanadi. Yashirin iqtisodiyot tushunchasi milliy iqtisodiyotni o'rganishda, tahlil qilishda eng asosiy hisoblanadigan, mamlakatda o'zaro iqtisodiy aloqalarni to'g'ri, samarali tashkil etilishiga eng asosiy xavf tug'dirishi mumkin bo'lgan tushunchalardan biri hisoblanadi. Yashirin iqtisodiyot bu tovar moddiy boyliklar va xizmatlarning jamiyat tomonidan nazorat qilinmaydigan harakat, ya'ni davlat boshqaruv organlaridan yashirin holatda alohida fuqarolar va ijtimoiy guruhlar o'rtasida amalga oshiriluvchi ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlar yig'indisi bu yashirin iqtisodiyot deb aytiladi. Yashirin iqtisodiyot tarkibiga quyidagi asosiy 4 ta jarayonlarni kiritishimiz mumkin. Bu birinchisi jinoyatga aloqador bo'lgan iqtisodiy jarayonlar, soxta iqtisodiyot yoki soxta iqtisodiy jarayonlar, norasmiy iqtisodiy jarayonlar hamda yashirin ikkilamchi iqtisodiy jarayonlar ham kirishi mumkin ekan. Jinoyatga aloqador va soxta iqtisodiyotga, demak, rasmiy iqtisodiyot tarkibiga iqtisodiy jinoyatning kiritilishi, ya'ni boyliklarning talon-toroj qilinishi, nazoratning har qanday shaklidan yashiringan holatda xufiyona iqtisodiyot faoliyati, ya'ni narkobiznes, qimor o'yinlari, fohishabozlik, daromadlarni noiqtisodiy qayta taqsimlash shakli sifatidagi fuqarolarning shaxsiy mulkiga qarshi umumjinoiy harakatlar, bosqinchilik, shaxsiy mulkni zo'rlik bilan tortib olish, o'g'irlik va reket va boshqa shunga o'xshash bir qancha faoliyat turlari kirishi mumkin. Soxta iqtisodiyotga bo'lsa, hisobga olish va hisobotlarning amaldagi tizimiga soxta natijalarni haqiqiy natija sifatida kirituvchi rasmiy iqtisodiy jarayonlar, ya'ni qo'shib yozishlar kiritilishi mumkin ekan. Norasmiy iqtisodiyot bo'lsa, tovar va xizmatlarni ayirboshlash va taqsimlash bo'yicha iqtisodiy subyektlar o'rtasidagi norasmiy o'zaro aloqalar tizimi bo'lib, u mazkur subyektlar o'rtasidagi shaxsiy munosabatlar va bevosita aloqalarga asoslanadi. Yashirin ikkilamchi iqtisodiyot bo'lsa, yakka tartibdagi va kooperativ faoliyatining nazoratidan yashiringan, ya'ni qonun tomonidan taqiqlangan yoki belgilangan tartibda ro'yxatdan o'tmagan faoliyat turi hisoblanadi. Milliy iqtisodiyotning, ya'ni milliy mahsulotning mazmuni, tarkibiy qismlari va harakat shakllariga to'xtaladigan bo'lsak, jamiyat miqyosidagi ishlab chiqarish jarayoni muntazam ravishda yangilanib va takrorlanib turishi ijtimoiy takror ishlab chiqarish jarayoni deb aytiladi. Bu ikki xil ko'rinishda oddiy takror ishlab chiqarish va kengaytirilgan takror ishlab chiqarish ko'rinishida bo'lishi mumkin.
oddiy takror ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish jarayonlarining o'zgarmagan holda takrorlanishiga aytilsa, kengaytirilgan takror ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish miqyoslarining muntazam ravishda oshib borgan holatdagi takrorlanishiga aytiladi. Yalpi ichki mahsulotni biz quyidagi ko'rinishda, ya'ni milliy hisoblar tizimidagi asosiy makroiqtisodiy ko'rsatkich sifatida mamlakat rezidentlari tomonidan ma'lum muddat davomida ishlab chiqarilgan pirovard tovarlar va xizmatlar bozor baholarining umumiy yig'indisi sifatida, yakuniy mahsulotni ishlab chiqarish jarayonidagi rezidentlar ishlab chiqaruvchi birliklari tomonidan qo'shilgan qiymatlar hisobidan to'langan dastlabki daromadlar yig'indisi sifatida va ma'lum muddat, ya'ni 1 yil davomidagi mamlakat rezidentlari tomonidan yangidan yaratilgan, ya'ni qo'shilgan qiymatlar yig'indisi sifatida ifodalashimiz mumkin bo'ladi. Demak, yalpi ichki mahsulotni hisoblashning asosiy shartlari. Birinchi navbatda yakuniy tovarlar, xizmatlar bahosini ifodalaydi bu. Ikkinchidan, bozor baholarida hisoblanishi va faqat shu yil ishlab chiqarilgan tovar va xizmatlar bahosini o'z ichiga olishi hamda sof moliyaviy bitimlar bahosini o'z ichiga olmasligi bilan o'ziga xos hisoblanadi. Yalpi ichki mahsulot va yalpi milliy mahsulot o'rtasidagi farqni biz quyidagi grafik yordamida ko'rib chiqishimiz mumkin. Mamlakat hududidagi yoki mamlakat ichidagi ishlab chiqarish, ya'ni xorijiy korxonalarning mamlakat hududida va milliy korxonalarning mamlakatni hududida yoki ichida ishlab chiqargan mahsulotlari bu yalpi ichki mahsulot tarkibiga kirsa, xorijiy korxonalarning mamlakat ichidagi ishlab chiqarilgan mahsulotlarini chiqarib tashlab, uning o'rniga chet eldagi milliy korxonalar mahsulotini ishlab chiqargan mahsulotini kiritadigan bo'lsak, biz yalpi milliy mahsulot ko'rsatkichiga ega bo'lishimiz mumkin. Quyida demak 30 trillion so'm bu xorijiy korxonalarning mamlakat ichida ishlab chiqargan, milliy korxonalarning mamlakat ichida ishlab chiqarilgan mahsuloti bu 85 trillion so'm hamda chet el davlatlarida milliy korxonalar tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulotlar 20 trillion so'm miqdorida berilyapti va biz shu orqali yalpi ichki mahsulotni 115 trillion so'm va yalpi milliy mahsulotning 105 trillion so'm ekanligini aniqlashimiz mumkin bo'ladi. Yalpi milliy mahsulot ko'rsatkichini hisoblash biroz qiyinchilik tug'dirishi yoki bo'lmasa ma'lumotlarning to'liq olish imkoniyati mavjud bo'lmaganligi sababli hozirgi kunda deyarli foydalanilmaydi butun dunyoda va asosan yalpi ichki mahsulot ko'rsatkichidan foydalaniladi. Yalpi ichki mahsulotni ikki xil, ya'ni nominal va real ko'rsatkichlarda ifodalashimiz mumkin. Nominal yalpi ichki mahsulot bu joriy yilgi narxlarda hisoblangan yalpi ichki mahsulot bo'lsa, bazis davr, ya'ni oldingi davr narxlarida hisoblangan yalpi ichki mahsulot real yalpi ichki mahsulot deb aytiladi. Nominal yalpi ichki mahsulotning real yalpi ichki mahsulotga nisbati bizga deflyator indeksi, ya'ni narx indeksini ifodalab beradi. Deflyator indeksi orqali biz nominal yalpi ichki mahsulotdan real yalpi ichki mahsulotni ifodalab olishimiz mumkin bo'ladi. Endi yalpi ichki mahsulotni nominal va real ko'rinishlarini biz ajratib oldik. Bu yerda qo'shilgan qiymat tushunchasi bor. Qo'shilgan qiymat bu korxonalarning yalpi mahsuloti, ya'ni bozor narxidan amortizatsiya ajratmasidan tashqari joriy moddiy xarajatlar chiqarib tashlangandan keyingi qolgan qismi, ya'ni har bir ishlab chiqaruvchi korxona yoki muassasa yoki tashkilotlarning ishlab chiqarish jarayonidagi qo'shgan qiymatiga aytilsa, joriy narxlarda hisoblangan yalpi ichki mahsulot nominal, o'zgarmas doimiy narxlarda hisoblangan yalpi ichki mahsulot real yalpi ichki mahsulot deb aytib o'tdik. Endi narx indeksi tushunchasi mavjud. Narx indeksi bu joriy yildagi ma'lum guruh tovarlar va xizmatlar to'plamining summasini xuddi shu tovarlar va xizmatlar miqdorining bazis davrdagi narxlari summasiga taqqoslash orqali hisoblash mumkin. Bu joriy yildagi iste'mol tovarlari narxini bazis yildagi iste'mol tovarlari narxiga nisbati orqali aniqlanadi. Endi sof ichki mahsulot ko'rsatkichi bor. Bu yalpi ichki mahsulotdan keyingi eng asosiy makroiqtisodiy ko'rsatkichlardan biri hisoblanadi. Bunda sof ichki mahsulotni hisoblashda mamlakat iqtisodiyotidagi asosiy yalpi ichki mahsulot ko'rsatkichidan amortizatsiya ajratmalari olib tashlanadi. Nazariy jihatiga to'xtaladigan bo'lsak, mamlakat iqtisodiyotining rivojlanganligini ko'rsatuvchi hamda joriy yilda ishlab chiqarish jarayonida iste'mol qilingan asosiy kapital yoki yillik amortizatsiya summasini yalpi ichki mahsulotdan ayirib tashlash orqali, demak, sof ichki mahsulot ko'rsatkichini hisoblashimiz mumkin bo'lar ekan. Bu aynan jonli mehnatning unumli harakati natijasida vujudga keltirilgan sof milliy mahsulot ko'rsatkichi deb aytiladi. Milliy daromad ko'rsatkichi bu sof ichki mahsulotdan biznesga egri soliqlar ko'rsatkichini ayirib tashlash orqali hisoblanadi.
Bunda ishlab chiqarilgan milliy daromad bu yangidan yaratilgan mahsulotning butun hajmini ifodalansa, foydalanilgan milliy daromad bo'lsa, ishlab chiqarilgan milliy daromaddan har xil yo'qotishlar, tabiiy ofatlar, mahsulotlarni zaxirada saqlashdagi yo'qotishlar va boshqa turli xil yo'qotishlar va tashqi savdo qoldig'i chiqarib tashlangan miqdorga teng hisoblanadi. Endi shaxsiy daromad va shaxsiy tasarrufdagi daromad ko'rsatkichlari mavjud. Shaxsiy daromad bu milliy daromaddan uy xo'jaliklari qo'liga kelib tushmaydigan daromadlarni yuqoridagi 3 ta turini chiqarib tashlashimiz hamda joriy mehnat faoliyatining natijasi hisoblanmagan daromadlarni unga qo'shishimiz zarur bo'ladi. Bunda ijtimoiy sug'urta ajratmalari, korxona foydasiga soliqlar, korxonaning taqsimlanmagan foydasini ayirib tashlab va ijtimoiy to'lovlar, ya'ni turli xil ijtimoiy to'lovlarni qo'shish orqali shaxsiy daromad ko'rsatkichini aniqlasak, shaxsiy daromaddan soliqlar to'langandan keyin uy xo'jaliklarining to'liq tasarrufida qoladigan daromadni topishimiz mumkin bo'ladi. Yalpi ichki mahsulotni hisoblashning 3 xil usuli bor. Bu hisoblash usullari milliy hisoblar tizimi yordamida amalga oshiriladi. Milliy hisoblar tizimi bu barcha asosiy iqtisodiy jarayonlarni, ya'ni takror ishlab chiqarish sharoitlari, jarayonlar va natijalarni tavsiflovchi o'zaro bog'liq makroiqtisodiy ko'rsatkichlar, tasniflar va guruhlar tizimi hisoblanadi. Milliy hisoblar tizimi Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan e'lon qilingan Milliy hisoblar va yordamchi jadvallar tizimi nomli hujjat asosida xalqaro statistikada standart tizimi sifatida 1953-yillardan boshlab qo'llanila boshlagan. Shu davrdan buyon hozirgi davrgacha milliy hisoblar tizimi 4 marta o'zgartirilib, takomillashtirilgan, lekin hali hanuzgacha takomillashtirilishga muhtoj va doimiy ravishda Birlashgan Millatlar Tashkiloti va davlatlar tomonidan yangilanib boriladi. Jumladan, o'sha 2023-yilda O'zbekistonda ham milliy hisoblar tizimining 2008-yilgi xalqaro standart talablari asosida yalpi ichki mahsulotni hisoblashning davlat moliya statistikasi va to'lov balansi ma'lumotlariga muvofiq ravishda amalga oshirilishi va Statistika agentligining rasmiy veb-saytida e'lon qilib borilishi yo'lga qo'yilgan. Birinchi biz yuqorida qayd etgan 3 xil usuldan birinchisi bu yalpi ichki mahsulotni qo'shilgan qiymatlar bo'yicha hisoblash usuli hisoblanadi. Unda o'sha milliy iqtisodiyotning barcha tarmoqlari bo'yicha yaratilgan qo'shilgan qiymatlar yig'indisi hisoblab chiqiladi. Qo'shilgan qiymatni aniqlash jami ijtimoiy mahsulotdan oraliq mahsulotlar va xom ashyo, yoqilg'i, materiallar qiymatini chegirish orqali amalga oshiriladi va shu orqali qo'shilgan qiymat usuli bilan yalpi ichki mahsulotni hisoblashimiz mumkin bo'ladi. Ikkinchi usul bu yalpi ichki mahsulotni sarf xarajatlar usuli bilan hisoblash bo'lsa, bunda mazkur yildagi ishlab chiqarilgan barcha mahsulot va xizmatlarning hajmini sotib olishga qilingan barcha sarf xarajatlar qo'shib hisoblanadi. Bunda asosiy 4 ta makroiqtisodiy agent, ya'ni uy xo'jaliklari, davlat sektori, tadbirkorlik sektori va tashqi dunyo, ya'ni chet ellik iste'molchilar sotib olishi mumkin bo'lgan sotib olgan mahsulotlarning va ularga qilingan sarf xarajatlar yig'indisi orqali hisoblansa, bunda o'sha uy xo'jaliklarining asosiy sarf xarajatlari bu shaxsiy iste'mol xarajatlari, tadbirkorlik sektorining xarajatlari bu investitsion xarajatlar hisoblanadi. Davlat xarajatlari bu o'z navbatida o'sha davlatning turli xil mahsulot va iqtisodiy resurslarni, xususan ishchi kuchini sotib olishga davlat tomonidan qilingan barcha sarflar bo'lsa, tashqi dunyo, ya'ni chet elliklarning milliy iqtisodiyot tovarlariga sarflari bu eksport va import o'rtasidagi farq orqali sof eksport ko'rsatkichi yoki oddiy qilib aytganda o'sha tovar va xizmatlarning sof eksporti yordamida aniqlanadi va bularni qo'shish orqali biz o'sha xarajatlar usulida yalpi ichki mahsulotni hisoblaymiz. Uchinchi usul bu yalpi ichki mahsulotni daromadlar usuli bilan hisoblash bo'ladi. Bunda o'sha yalpi ichki mahsulotni daromadlar bo'yicha hisoblaganda uy xo'jaliklari, korxona va davlat muassasalarining dastlabki, ya'ni taqsimlanmagan daromadlarini mehnat haqqi va yalpi foydaga, ya'ni renta, ssuda foizi va tadbirkorlik foydasi va boshqa bir qancha turdagi foyda ko'rinishlariga ajratish mumkin va buni mazkur usul bilan hisoblashda daromadlarning barcha summasiga iste'mol qilingan asosiy kapital qiymat, ya'ni amortizatsiya ajratmasi ham va biznesga egri soliqlar summasi ham qo'shiladi. Demak, quyida biz yalpi ichki mahsulotni xarajatlar va daromadlar usuli bilan hisoblashdagi yondashuvni asosiy farqli jihatlarini ko'rib chiqishimiz mumkin. Yuqorida aytib o'tganimizdek, xarajatlar usulida iqtisodiyotdagi barcha subyektlar tomonidan qilingan xarajatlar daromadlar usuli bilan hisoblanganda aynan bu subyektlar tomonidan topilgan daromadlar ko'rinishida hisoblanadi. Demak, daromadlar ko'rinishida hisoblanganda aynan o'sha amortizatsiya ajratmalari, biznesga egri soliqlar, yollanma ishchilarning ish haqlari, ijara to'lovi va renta ko'rinishidagi daromadlar, kapital uchun olingan foiz daromadlari, mulkdan keladigan daromad, korporatsiyalar foydasi va boshqa shu ko'rinishdagi daromad manbalarini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Quyida demak biz yalpi ichki mahsulotdan tashqari boshqa makroiqtisodiy ko'rsatkichlarni yuqorida qayd etib o'tganlarimizni ko'rishimiz mumkin.
ushbu diagramma orqali qaysi ko'rsatkich ko'proq bo'lishi va nimani hisobiga kamroq bo'lishini ham formula yordamida qayd etib o'tilgan. Sof ichki mahsulot, yalpi ichki mahsulot amortizatsiya ajratmalarini, milliy daromad, sof ichki mahsulot bilan biznesga egalik soliqlarini va shaxsiy daromad va ixtiyordagi daromad ko'rsatkichlarini qanday hisoblash mumkin ekanligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Va asosiy makroiqtisodiy ayniyat sifatida biz o'sha daromadlar va xarajatlar usulida hisoblangan yalpi ichki mahsulotning doimiy ravishda bir-biriga tengligi, ya'ni daromadlar va xarajatlarning tengligi hamda investitsiyalar hamda jamg'armalarning o'zaro tengligini asosiy makroiqtisodiy ayniyatlar sifatida o'rganamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Ushbu mavzu yuzasidan savollaringiz, fikr-mulohazalaringiz bo'lsa, quyidagi keltirilgan elektron pochta manzillari orqali murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi. Salomat bo'linglar.